Assalomu alaykum. Hurmatli Sarxat.uz kanali obunachilari. Ortda qolgan haftada chegara qo'shinlarida bo'lib o'tgan tadbirlar sharhini men, Erkin Yodgorov hamda Sarxat.uz jamoasi e'tiboringizga havola qilamiz. Qashqadaryo viloyatida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlarning birida Vatanga xizmat oliy fazilat mavzusida 3 avlod uchrashuvi tadbiri tashkil etildi. Tadbirda so'z olganlar tomonidan faxriylarning bosib o'tgan sharafli va mashaqqatli xizmat yo'llari, vatan sarhadlarini qo'riqlash hamda himoya qilishning ahamiyati, qurolli kuchlar tizimida olib borilayotgan islohotlar, shuningdek har bir yurtdoshimiz yangi O'zbekiston taraqqiyoti va uning buyuk kelajagi uchun daxldor ekanligi ta'kidlandi. Toshkent shahar hamda Andijon viloyatlarida joylashgan harbiy qismlarda Ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xizmat xodimlari bilan hamkorlikda yo'l qoidasi umr foydasi mavzusida keng qamrovli profilaktik tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida so'z olgan yo'l patrul xizmat xodimlari oxirgi vaqtlarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tahliliga to'xtalib, ularning asosiy sabablari sifatida tezlikni me'yordan oshirish, avtomobillarning texnik nosozligi va piyodalarning ehtiyotsizlik bilan harakatlanishi ko'plab ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'layotgani ta'kidlandi. Xabaringiz bor, ayni vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida 2026-yil chaqiriluvchilarni chegara xizmatiga tayyorlash jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Tashkil etilgan o'quv punktlarida tajribali ofitser va serjantlar tomonidan bo'lajak askarlarga jangovar tayyorgarlikning sir-asrorlari o'rgatilib, ular bilan turli psixologik mashg'ulotlar hamda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish maqsadida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda badiiy kechalar o'tkazilmoqda. Albatta, bugun egallangan bilim va ko'nikmalar yoshlarimizga kelgusida muddatli harbiy xizmatni o'tash chog'ida, shuningdek, vatan sarhadlarini ishonchli himoya qilishlarda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir. O'tgan haftada buyuk sarkarda Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini munosib nishonladik. Sana munosabati bilan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida 3 bosqichli Amir Temur izdoshlari ko'rik tanlovi o'tkazildi. Qizg'in va murosalarga boy bo'lgan bellashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Yaqin kunlarda Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini tantanali ravishda nishonlaymiz. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida Sohibqiron Temur tavalludi munosabati bilan ko'p bosqichli Amir Temur izdoshlari ko'rik tanlovi tashkil etildi. Ushbu tanlovning respublika bosqichi Buyuk bobokalonimiz haykali poyiga gulchambar qo'yish marosimi bilan boshlandi. Shundan so'ng tanlovning hududiy bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan harbiy xizmatchilar nazariy shartlarni bajarish uchun poytaxtimizdagi Davlat xavfsizlik xizmati Temurbeklar maktabi tomon yo'l oldilar. Tanlovning birinchi, ya'ni savol-javob shartida ular o'zlari ixtiyoriy ravishda tanlagan Amir Temur hayoti va harbiy yurishlariga oid 5 ta savolga og'zaki hamda yozma ravishda javob berdilar. Ikkinchi shart Sohibqiron shaxsiga oid ma'lumotlar hamda Temur tuzuklari tarixiy asari asosida tuzilgan test savollari orqali ishtirokchilarning bilim darajalari sinovdan o'tkazilgan bo'lsa, uchinchi shart ijodiy yondashuv va nutqiy ravonlikni talab etib, qatnashchilar Amir Temurning harbiy yurishlari va jang san'ati xususidagi yozgan referatlarini tanlov hay'atiga taqdim etib, og'zaki himoya qilib berishlari zarur bo'ldi. Amir Temur izdoshlari ko'rik tanlovining bevosita ishtirokchilarini ilmiy salohiyatini, ularni Amir Temur bilan bog'liq bo'lgan bilim darajasini aniqlash shunday xulosa beradiki, bizni chegara qo'shinlarimizning tarkibida yuksak salohiyatli harbiy ofitserlar, serjantlar faoliyat ko'rsatishar ekan. Dastlab ularning Amir Temur faoliyati bilan bog'liq, uni diplomatiyasi, davlat boshqaruvi hamda mamlakatni obodonchiligi yo'lida olib borilgan faoliyati bilan bog'liq bilimlar darajasi aniqlanganda, har bir ishtirokchi o'zining bu borada eng yuksak natijalarga erishishga harakat qilib ko'rganini isbotlab berdi. Bundan tashqari, shartlarimizni tarkibidan joy olgan referat namunalarini kuzatish jarayonida shunday xulosaga kelindiki, chegara qo'shinlarida faoliyat yuritadigan har bir harbiy ofitser o'zini bo'sh vaqtida Temurning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarga ega ekanligini isbotlab berishdi. Tanlovning so'nggi sardor mahorati sharti esa bellashuvchilarning chavandozlik va merganlik qobiliyatlarini namoyon etdi. Milliy gvardiya chavandozlik majmuasida tashkil etilgan shartlarda ishtirokchilar chaqqonlik bilan xizmat otlarida uzoq masofani qisqa vaqt ichida bosib o'tishlari, shuningdek kamondan o'q uzish jarayonida o'zlariga berilgan imkoniyatdan unumli foydalanishlari lozim bo'ldi.
Biz Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari miqyosida o'tkazilayotgan musobaqa, ya'ni Amir Temur izdoshlari musobaqasida qatnashyapmiz. Mana shu o'tkazilayotgan musobaqa barcha bo'g'in komandirlariga juda ham bir ruhiy dalda bo'ldi. Ular o'zining jangovar sifatlarini mana bu maydonda ko'rsatishga harakat qilishyapti. Shu qatorda men ham ushbu musobaqada qatnashyapman. Ko'rib turganlaringizdek, musobaqa juda ham ajoyib kechmoqda. Barcha bo'g'in komandirlari orasida sog'lom raqobat muhiti mavjud. Mana shu muhit bizga keyingi harbiy hayotda ham asqotadi degan umiddaman. Hammaning diqqat markazida bo'lgan pichoq uloqtirish shartining natijalari ishtirokchilar tomonidan nishonga bexato urilgan pichoqlar soniga ko'ra aniqlandi. Ta'kidlash joizki, ushbu shartlardan ko'zlangan asosiy maqsad jismonan sog'lom, ma'nan yetuk komandirlarni tayyorlash, ularning qo'l ostidagi shaxsiy tarkibga har jihatdan shaxsiy namuna bo'la olish xususiyatlarini shakllantirishdan iboratdir. Tadbir doirasida tanlov ishtirokchilari prezidentimiz tashabbusi bilan barpo etilgan muhtasham islom sivilizatsiyasi markazida bo'lishib, sayohat davomida buyuk ajdodlarimiz va ularning hayot yo'llari, qadimiy eksponatlar hamda dunyo dinlari tarixi bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Qizg'in va murosasiz kechgan 4 kunlik bilimlar hamda harbiy jangovar mahorat sinovidan so'ng tanlov ishtirokchilari Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlab chegara qo'shinlari qo'mondonligida o'tkazilgan ma'naviy tadbirga taklif etilib, g'olib va sovrindorlar aniqlandi va tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida ilk marotaba Amir Temur izdoshlari ko'rik tanlovi joriy qilindi. Bunga qatnashayotganimdan mamnunman. Bu musobaqamiz murosali, qiziqarli, hayajonga boy bo'ldi. Chunki buyuk sarkarda davlat arbobi, fan va madaniyat homiysi, buyuk bunyodkor sifatida dunyoni lol qoldirgan bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temur haqida yetarlicha bilim ko'nikmalarga ega bo'ldik. Amaliy mashg'ulotlar jarayonlari ham juda qiziqarli kechdi. Komanda o'q uzish, pichoq uloqtirish, chavandozlik musobaqalariga qiziqishimiz yanada ortdi. Bu kabi ko'rik tanlovlarga har bitta harbiy xizmatchi qatnashishi kerak, chunki buyuk bobokalonimiz Amir Temur haqidagi bilimlarni boyitadi va o'zining jismoniy sifatlarini oshiradi. Bizga shunday yaxshi sharoitlarni yaratib berayotgan, xizmatimizga e'tibor qaratayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoniga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi tadbirga o'zi taklif etilganimdan juda xursand bo'ldim. O'sha musobaqalarni shu ekranlarda ko'rganimda faxr ruhi paydo bo'ldi. Menda to'g'risini aytsam, men qoyil qoldim. Shunchalik shuncha ishdan ortib mana bu yerda mana shu narsalarga tayyorlanib, o'sha nazariy jihatdan ham juda katta bilimga ega ekanliklarini ko'rsatib qo'yishdi. Men chegaralarimiz ishonchli qo'llarda ekaniga yana bir marta amin bo'ldim. Bir so'z bilan aytganda, chegara qo'shinlari miqyosida o'tkazilgan ushbu ko'p bosqichli musobaqa komandirlik bog'indagi harbiy xizmatchilar o'rtasida sog'lom raqobat hissini shakllantirish bilan birga, ularning Sohibqironga munosib izdosh ekanliklarini amalda namoyon etishlari uchun yaxshi imkon yaratib bergani bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Hafta davomida sizlar uchun tayyorlagan muhim xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'ylaymizki, axborot yetkazish borasida qilayotgan sa'y-harakatlarimiz sizga manzur bo'lmoqda. Sarhad.uz kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.